Hoji aka 2000-3000 pul yig'ib qo'ydingiz. Avtomat Nexia 3 olish niyatingiz bor. Kredit, balo, battar, vikiplarsiz sizga Nexia 3 olib qo'yganmiz. Faqat buni ikkita nu tarafi bor. Birinchisi, oldidan juda qattiq udar bo'lgan, plus tarafi motor korobkalari butun qolgan. Salon airbaglari otgan. Bu problem emas. Vodiydan, voqadan ustakalarimiz bor. Remont qilishni yorib tashyapti. Avvalgisidan ham idealni qilib chiqarib berishyapti, baraka topsin. Ikkinchi nu tarafi buni hali dokumenti tayyor emas. Xudo xohlasa dokument tayyor bo'lsa, boshqatdan yana chiroyli qilib obzor qilib qo'yaveramiz, aloqaga chiqaverasiz. Agar yana avvalambor hech kim boshiga tushmasin bunaqa kulfat. Kimda shunaqa avariyni urilgan, yonib ketgan mashinalar bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha olaveramiz. Ma'lumot o'rnida aytib qo'yapman. Topib bersangiz $100 xizmat beramiz. Pastda nomer bo'ladi, aloqaga chiqaverasiz. Если cho boshqacha avariyli mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimiz bor. O'ta olasiz, ko'raverasiz. Ma'qul bo'lsa gaplashaveramiz. Salomat bo'ling, charchamang.